Assalomu alaykum. Sherz aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Oldingizda kitob turibdi. Siz yozgan O'lim labirinti asari. Lekin bugun bu haqida gaplashmoqchi emasmiz. Kitob tagini qarasangiz bir asar bor. Men qo'rqaman asar haqida gaplashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Men bu kitob haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda asosan bir davriy ravishda bir 20 ta yozuvchini jamladik, bir antologiya shaklida. Knut Hamsundan Yun Fossigacha bo'lgan jami 20 ta yozuvchi bunga mana shu esselar to'plamiga kiritildi. Kitobda mana jahon adabiyotining eng durdona yozuvchilari aynan bu qaysi g'oyalarni ilgari suradi bu esselar? Esseni o'zi mana Montin aytganki, esse shaxsiy tajribadan o'tgan bir xulosalar, yozuvchini xulosalari. Esse bugungi bizning jamiyatimizga nima uchun kerakki? Biz yozuvchilarning asarlarini o'qiymiz, lekin yozuvchi haqida kam bilamiz. Tushunadi. Ular asarlarni o'sha bilamiz, lekin yozuvchini shaxsini, u qanaqa dunyoqarashi egasi, qanaqa odam o'zi, uni bilishga qiziqamiz. Lekin agar biz mana bu kitobni o'qisak, esselarni o'qisak, biz yozuvchini nafaqat ijod laboratoriyasiga kiramiz. Uni siyosiy maslagi qanaqa, diniy maslagi qanaqa odam o'zi, u nima deydi, uni shaxsi ko'rinadi-da. Chunki u yozayotgan narsalarda, esselarda o'zini nima deydi, shaxsiy tajribasidan o'tgan muayyan bir voqelikni qisqa bir shaklda o'zini o'quvchilariga tushuntirib beradi-da shu narsani. Qisqacha o'sha g'oyalar bilan bo'lisha olasizmi? Albatta, bu yerda masalan mana Hamsun degan yozuvchi, demak bu yerda mana kiryapti, buni Festina Lente degan bir essesi kiryapti. Bu lotinchada shoshilmasdan shoshiling degan bir ma'noni bildiradi. Shoshilmasdan shoshiling. Chunki nima deydi? Umr juda tez o'tib ketadigan jarayon. Biz bu shunchaki o'tkazib bormasligimiz kerak bu hayotda. Bir anaqa o'zini qanaqa nima deydi? Bir amal qilib bir narsaga, masalan biz nimaga intilsak, o'zimiz qanaqadir shu bizning g'oyalarimiz, bizning fikrlarimizda bir tartibga solib turadigan bir o'zimizni hayotiy maslagimiz bo'lishi kerak deydi-da. Shu shoshilmasdan shoshiling degan g'oya meni hayotimni bir maslagi degan bir mavzu atrofida fikrlarni mana shu essesida bayon qiladi. Yozuvchilar shu esselarni o'qib, ularda nima deydi? Ayrim fikrlari, masalan uchun bashoratimiz aytgan gaplari ham masalan bugungi kunga to'g'ri keladi, aniq qiladi. Jamiyatda masalan bir futurologik o'zini konsepsiyalarini berib ketadi, jamiyat, hayot haqida. Rassel essesi bor bu yerda, men agnostikmi yoki ateistmanmi degan bir essesi bor. Bertrand Rassel Amerikada bu ham universitetlarda dars bergan o'zi, lekin anaqa nima deydi? Uni xudosizlikda ayblab universitetdan haydashganda ishsiz qolib ketgan. Ko'chada qolib ketganda Rasselda katta olim, bir intellektual odamni u masalan nima deydi, o'zini qanaqa qilib shunaqa jarayonga kelib qolganini tahlil qiladi. U aytadi, u Xudoga ishonmaydi ham deb bo'lmaydi uni. U masalan Xudoga intellektualni ishonishni xohlaydi, ratsional, aql bilan ishonishni xohlaydi-da u. Xudoni masalan nima deydi? O'zini aqli bilan shunga yetib borishga aniq qiladi. Shu jarayondagi aniqlarni nima deydi? O'zini qayerda masalan yashagan muhitidan kelib chiqadi. Masalan, mana deydi, yoshligimda deydi, anaqa nima deydi? Cherkovga ruhoniy tarbiyalamoqchi edi, xristian cherkoviga. Lekin u keyinchalik qanaqa misol uchun jarayonlarni bosib o'tgani, o'zini hayot yo'lini shu essesida hikoya qilib beradi. Demak, Thomas Mannning essesi bor kelyapti. Bu yerda Thomas Mann essesida o'sha nima deydi? Bir tomondan nemislarga achinish, boshqa tomondan esa nima deydi? Fashizmdan nafratlanish. Umuman nemislarni dunyoga tushuntirmoqchi bo'ladi-da. Shu anaqa Thomas Mann o'zining essesida o'zini xalqini, o'zini vatanini nega bunaqa kuyga tushgan, uni tarixi bilan bog'lab, uni madaniyati bilan bog'lab tushuntirib berishga harakat qiladi. Bu yerda yana bir yozuvchi bor, Hermann Hesse degan yozuvchi. Demak, bu ham Nobel olgan yozuvchi, juda katta yozuvchi. Hermann Hesse tanilmagan yozuvchilar degan bir essesi bilan to'plamga kirgan. Juda ko'p yozuvchilar, masalan, ayrim katta yozuvchilar ham tanilmasdan qolib ketishi mumkin-da. Lekin deydi,
taqdir kimlargadir kuladi, kimgadir kulmaydi. Masalan, hatto zo'r yozuvchiga ham taqdir kulmasligi mumkin o'zini davrida. Shunaqa bu voqealar bo'lgan. Masalan, aytaylik, biz bugun Umar Xayyomni masalan katta bir shoir deb bilamiz, lekin Umar Xayyomni o'zini davrida hech kim shoir deb bilmaganda u. Keyinchalik masalan oradan misol uchun necha asrlar o'tgandan keyin uni shoir sifatida masalan kashf qilishdi. Xuddi shunaqa misol uchun Herman Hesse ham tanilmagan yozuvchi. Ular aytadi, hech bo'lmasa deydi, yozuvchini tanish uchun hech bo'lmasa uni bitta asarni o'qish kerak deydi-da, o'qish kerak. Agar o'shanda o'sha bitta odam o'qisa, bir o'quvchi o'qisa ham, shu o'quvchini qalbida qanchadir bir uchqun socha olsa shu yozuvchi. Endi u masalan kimgadir yana tavsiya qilishi mumkin-da shuni. Va yozuvchi asta-sekinlik bilan masalan ko'tarilib ham ketishi mumkin. Shuna katta yozuvchi borligini biz bilishimiz mumkin. Hatto hozirgi kunda ham masalan ko'p yozuvchilarda kelajakda ham masalan bugun yozayotgan yo o'tmishda yozgan yozuvchilarda ham kashf qilishi mumkin kelajak. Ular asarlari chiqqan lekin o'qilmagani uchun shunchaki hech kim e'tibor qilmagani uchun qolib ketganda, lekin ular zo'r yozuvchilar bo'lishi mumkin. Masalan, Kafkani ham masalan nima deydi? Vafotdan keyin mashhur bo'lganda u Kafka. O'zini davrida unaqa albatta ma'lum ma'noda taniqli bo'lgan, lekin hozirgi o'zini darajasida bo'lmagan Kafka. Xuddi shunaqa masalalarda nima uchunligi haqida essesida fikr yuritadi. Yevgeniy Zamyatin mana Men qo'rqaman degan kitobni nomida shuni essesidan olingan. Demak, Yevgeniy Zamyatin totalitar jamiyatda o'zi yashagan o'sha jamiyatda nimadan qo'rqishi haqida yozadi-da. U masalan u hayron bo'ladi, masalan saroy shoirlari institutini hozirgacha ham yashab qolayotganligi. Saroylar yo'q deydi. U masalan podshohliklar davri tugadi. Jamiyat o'zgardi. Lekin biz deydi hamon saroy shoirlarini xuddi o'sha nima deydi, zarhal stullarni bir asrab qo'yganday asrab yuribmiz deydi. To'g'ri, zarhal stullar asrash kerak deydi. Ular anaqa tarixiy qiymatga ega, bir ahamiyatga ega. Lekin saroy shoirlarini saqlashda nima keragi bor deydi. Agar deydi biz buni oqibati masalan saroy shoirlarini yomon oqibati shundan iboratki, ular nima deydi? Haqiqatni yoza olmaydi. Ular nima deydi? Mavjud g'oyani, mavjud sinfni madh etishi mumkin. O'shani g'oyalarini ilgari surishi mumkin. Agar adabiyot deydi, masalan, o'tmishda unaqa bo'lmagan deydi. Masalan, Google hech kimga qarab yozmaganda u. Agar tasavvur qiling deydi, bugun deydi agar Chexov yo Google yozayotgan bo'lsa, yo gonorar uchun yozsa, boshqa narsa uchun bir jamiyatda bir kimgadir yaxshi ko'rinish uchun yozsa, ular qanaqa yozgan bo'lardi deydi. San'at, adabiyot bo'lmasdi deydi. Chunki muayyan bir g'oyaga yoki sinfda manfaatini ko'zlab yozish o'sha davr o'tgandan keyin, o'sha ahamiyatini yo'qotgandan keyin san'at sifatida o'zi barham topadi. U rivojlanmaydi. Bu nima deydi? O'zini davrini o'ta bo'ladi. Masalan, sotsialistik realizm davrida, sovet davrida o'sha yo'nalishda yozgan hamma, shunaqa asarlar yozgan. Bugun biz ularni o'qimaymiz-da. Bizga kerak emas. Bizga misol uchun faqat qanaqa asarlar? Inson, jamiyat, gumanizmni kuylagan asarlar oshib o'tdi-da. O'lmas g'oyalarni yozish kerak-da yozuvchi. Shu narsalarda misol uchun bu nima deydi? Shu o'zini qo'rqishlarini bayon qiladi. Agar deydi, masalan, rus adabiyotini deydi. Agar deydi, men qo'rqamanki deydi. Rus adabiyoti agar shu shaklda davom etsa deydi, faqat bitta kelajagi bor deydi. U ham bo'lsa uni o'tmishidir deydi. Shu o'tmishi bilan faxrlanib yuraveradi. Dostoyevskiy, Tolstoylar bilan, boshqa anaqalar bilan, Chexovlar bilan faxrlanib yuraveradi degan bir g'oyalarda aytadi. Bu yerda yana Andrey Morvo degan yozuvchini men ishonaman degan bir essesi bor. U o'zini nimaga ishonishini yozadi. Jamiyatda qanaqa bo'ladi, kelajak qanaqa bo'ladi? Masalan, nimaga ishonadi? Masalan, erkinlik, demokratiyaga ishonishini yozadi. Shu erkinlik, chunki agar deydi Morvo aytadi, masalan, odamlarni ozgina shovqin ko'targani uchun ham qamab qo'yish, politsiya bilan qo'rqitish, boshqa anaqa nima deydi? Bunaqa jamiyatda deydi hech qanday erkinlik, san'at, adabiyotda bo'lishi mumkin emas deydi. Chunki erkinlik bo'lmagan joyda hech narsa bo'lmaydi. Faqat erkinlik sharoitidagina yozuvchi mavjud bo'ladi, adabiyot mavjud bo'ladi, san'at mavjud bo'ladi. Va o'sha mavjudligi tufayli o'sha davlatni tarixdagi o'rni mavjud bo'ladi. O'sha jamiyatni siyosati, anaqasi mavjud bo'ladi. Katta shoirlar, yozuvchilar
katta jamiyatlarda erkinlik bo'lgan jamiyatlarda mavjud bo'ladi. Erkinlik yo'q bo'lgan joyda bironta ham mavjud bo'lmaydi. Morva shular haqida yozadi o'zini essesida. Bu o'limidan oldin 67-yilda oxirgi yozgan asarlaridan bittasi mana shu kitobga kiritilgan. Demak, bu yerda yana bir yozuvchi bor, Jorge Luis Borges degan. Bu o'zini Buenos Aires degan shaharda tug'ilgan, o'zi nima qilgan? U Yevropalarga ham borgan, Borges yashagan, masalan, Jenevada yashagan, Ispaniyada yashagan. O'sha o'zini shaharni qumsab yozadi-da, shunaqa Buenos Aires nima degan savolga javob axtaradi. Buenos Aires bu nima deydi? Shunaqa shaharki deydi, bu hech qachon bir nima deydi, insonni bir har bir insonni o'zini shunaqa qalbida deydi, shunaqa bir dilgir nima shahari yashaydi o'zini. U qayerda ketsa ham o'sha shahar yashaydi o'shani yuragida. O'sha haqida xotiralarini yozadi. O'zini shaxsiy xotiralarini masalan. Bu masalan nima deydi? Uni ko'zida Buenos Aires masalan nima deydi? Bu deraza oldida turgan deydi, otamni deydi, so'nggi yuzi deydi. Oxirgi marta o'sha masalan otasini o'sha eslab qolganda masalan. Yoki deydi, bu Buenos Aires deydi, biz tashlab ketgan ayollar va bizni tashlab ketgan ayollar. Biz tashlab ketgan va bizni tashlab ketgan ayollar deydi. Shunga o'xshagan bir o'zini bu deydi, men 3 kunlab deydi anaqasanki eshigi ortdan ketmagan ayolni eshigi deydi, shunaqa. Anaqa nima qilgan. Yoki deydi, bu yerda deydi, men deydi bir paytlar deydi, Uitmenni deydi, she'rlarini tarjima qilgandim deydi bu yerda deydi. Xotinim bilan birga deydi. Men ishonaman, hali u deydi, anaqa nima deydi. Xuddi nima deb bu jamiyatda ham deydi, bizning jamiyatda ham u mashhur bo'ladi deydi. Amerikalik bir katta Uitmen degan juda bir katta masshtabli shoirni shunaqa nima tarjima qilgan. Shu xotiralarini yozadi o'zini. Shahar bilan bog'lab xotiralarini yozadi. George Orwell degan mana 1984 Molxonani yozgan yozuvchi. Bu essesi san'at va uni targ'ibot chegaralari degan esse yozdi. Mana shu tarjima qilingan. Bu esseda Orwell san'atni chegaralarini aniqlashga harakat qiladi. Masalan, ma'lum davr o'tdida deydi. Masalan, hozir san'atga munosabatlar o'zgara boshladi. Masalan, ayrim tanqidchilar keldida, yo san'atda g'oya asosiy bo'lish kerak, g'oya bo'lish kerak. Agar g'oya bo'lmasa san'at bo'lmaydi. U har qanday san'at muayyan g'oyani targ'ib qiladi deydi. Masalan, marksistlar deydi, xuddi shunaqa narsani targ'ib qildi deydi. Lekin bu masalan chegara albatta g'oya bo'lish kerak deydi. G'oyani tan oladi. Lekin u ma'lum qanaqa me'yorda bo'lish kerak. Nima deydi? Agar masalan marksizm ahamiyatini yo'qotsa, u haqida yozilgan badiiy asarlar ham ahamiyatini yo'qotadi. Va shunday bo'lganini biz ko'rdik ham. Bu o'sha nima deydi? San'atni chegaralarini aniqlashga harakat qiladi. Qanaqa bo'lish kerak o'zi? Adabiyot qanaqa bo'lish kerak? U faqat shaklga anaqa suyanib yo stilga suyanib davom etish kerakmi yoki g'oyaga suyanish kerakmi? Qanaqa bo'lish kerak? Qanaqa adabiyot yashab qola oladi? Shu haqida misol uchun o'zini essesida bir fikr yuritadi. Sarayanni essesi mana amerikalik yozuvchi, o'zi arman millatiga mansub yozuvchi, Gabriel Garcia Marquez kabi yozuvchilar bilan bir davrda yashagan. Bu yerda masalan u hikoya haqida yozadi. Hikoya masalan hamma narsani asosida hikoya yotishini yozadi. Hikoya hech qachon o'lmasligini yozadi. U misol uchun men deydi, misol uchun juda ko'p vaqt o'tkazib yordim deydi-da. Masalan katta romanlar yozolmagan, lekin u hikoyalar yozgan-da. Shu hikoyani bir o'lmas bir janr sifatida masalan hozir deydi, roman chiqqandan keyin ko'pchilik aytadi, roman adabiyotda asosiy narsasini belgilaydigan narsa roman bilan belgilanadi, yozuvchi deb aytadi deydi. Lekin deydi, roman ham deydi o'z aslida hikoya bu. Masalan, hikoya qiladi deydi. U ham deydi, masalan, hikoyani elementlari yashaydi unda deydi-da. Shu hikoyani bir o'lmas janr sifatida bo'lgan munosabatlarni essesida aks ettiradi. Octavio Paz degan bu o'sha meksikalik katta shoir, Latin Amerikasi adabiyotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan anaqalardan bittasi Octavio Paz. Demak, buni anaqasida ham essesida ham bu anaqani yozgan. Latin Amerikasi tasviriy san'ati AQShda namoyish qilinadi. Insonga qanaqa hayolati, insonning erkinligi galereyaga borib, o'zini san'atkorlar haqida, tasviriy san'at, rassomlar haqida fikrlarini yozadi. Juda ham qiziqarli esse. Xo'p, Aleksandr Soljenitsinni Yolg'on bilan yashamang degan essesi kirgan.
Misol uchun bu esseni o'qiganimda, misol uchun o'zim uchun hayotda, misol uchun yozuvchi bo'lish uchun inson qanday bo'lish kerak? Birinchidan masalan nima deydi? Fikri deydi. Soljenitsin aytadi. Yozuvchini fikri ozod bo'lish kerak deydi. U hech qachon biron bir o'zini mustaqil dunyoqarashi bo'lish kerak. Hech qanaqangi g'oya, anaqa mafkuralarga xizmat qilmaslik kerak. Ayniqsa bu u totalitarizm jamiyatda yashagan, uni yolg'onligini bilganda, o'sha yolg'onga xizmat qilmaslik kerak deb o'ziga aniq qo'ygan. Shunaqa yozuvchi shaxs bo'lish kerak. Shaxs o'zini anaqa o'zi istagan narsalarni yoza olish kerak. U jamiyatda mahkurasiga xizmat qilmaslik kerak degan o'zini davridan kelib chiqib shunaqa xulosaga kelganda, u endi totalitar jamiyatda endi masalan nima dedi? Ularga masalan hamma narsa belgilab berilgan, qanaqa yozish kerak, qanaqa stilda yozish kerak, nimani aks ettirish kerak, masalan mehnat qahramonini yaratish kerak deydi-da u misol uchun. U masalan u xohlamasligi mumkin yozuvchi uni. Lekin unaqa yozuvchilarga hech qanday jamiyat yo'l bermagan. Soljenitsin nima dedi? Agar yolg'on bilan yashamaslik kerak. Agar yolg'onga qo'shilsangiz dedi. Yolg'onga qo'shilsangiz, siz ham yozuvchi ham o'ladi dedi. O'sha nima dedi? O'shani xizmatkorga aylanadi yolg'onni. Yozuvchi hech bo'lmasa dedi, jim tura bilish kerak dedi. Yolg'onga qarshi gapira olmaysanmi? Jim tur. Javob berma ular nimasiga. O'shanda dedi, yolg'on juda tez qariydi dedi. Agar dedi, bitta Pushkinni bir to'rtligini keltiradi. Agar biz dedi shu jamiyatda dedi yolg'onga xizmat qilsak dedi, jamiyatdagi yolg'onga xizmat qilsak, Pushkinni mana shu quyidagi to'rtligi bizga dedi atalgan dedi. Podalarga erk tuhfasi yod, bichilish va qirqilish marra, meros o'tar avlodma-avlod, bo'yintiroq xalqa va darra dedi. Agar jamiyat shu Pushkinni nafratiga sazovor bo'lmasligi uchun yozuvchi o'zini haqiqati uchun yashash kerak. Jamiyatda, xalqda haqiqatini himoya qilish kerak. O'shanda u o'zini topadi degan bir g'oyani ilgari suradi. Demak, Gabriel Garcia Marquez mana bu 67-yilda o'sha Yolg'izlik 100 yil romani uchun Nobel mukofoti olgan yozuvchi. Buni men bir essesini kiritdim bu yerda. U bizni hayot daryomiz deb ataladi. O'zini yoshligini eslaydi. U bilan birga ekologiyani eslaydi. Ekologiya qanaqa bo'lgan edi, oldin qanaqa. Hozir hukumat deydi, har yil deydi 100 minglab daraxt ekyapti deydi. Lekin deydi uni foydasi bo'lmayapti deydi. Shunaqa nimalarni yozadi. Bu narsalar misol uchun bizga ham misol uchun men o'ylayman xulosa bo'lish kerak. Misol insonni o'sha daryosi, o'zini hayot daryosi bir bo'hronga uchrab, u kichik suvlar ozayib ketib, nima qilgani bilan birga uni xotiralari ham, hayoti ham o'zgarib ketgani, qismati o'zgarib ketishi haqida o'zini shaxsiy anaqalarini yozadi shu. Bu yerda yana bir esse Naipaul degan, bu ham Nobel mukofoti olgan yozuvchi, bizni hayot, bizni sivilizatsiyamiz degan bir essesini yozgan. Bu sivilizatsiya, u har bir inson sivilizatsiya mahsuli deydi. Yozuvchi ham hatto. Biz mana shu sivilizatsiyaga yashaganimiz uchun bizga ta'sir qilgan narsalarni yozamiz deydi. Men 21-asr yozuvchisi his qilgan narsalarni, masalan 19-asr yozuvchisi his qilmaydi. Yoki ularning davrini biz his qila olmaymiz. Shu o'zini davri uni yozadigan narsalariga, ijodiga, bir hayotiy tutumlariga, boshqa narsalarga ta'siri haqida yozadi Naipaul essesida. Temur Po'latov ham kiritdik biz bu kitobda. Temur Po'latov bu katta o'zbek yozuvchisi, rus tilida yozadi asosan. Bu tarjima. Bu yerda Islom va dengiz degan bir essesini kiritdik. Islom va dengiz essesida Temur Po'latov eslaydi-ki, o'sha 89-yilda Amerikani bir o'sha universitetiga nimaga borishgan. To'libbergan Qayberganov, O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi bilan shu ma'ruza qilishga borishganda menga mehmonxonada kechqurun aytib qoldi deydi Qayberganov. Men deydi Qoraqalpoqlardan birinchi bo'lib haj ziyoratiga bordim deb aytdi deydi. Va bu deydi menga juda qattiq ta'sir qildi deydi. Va ertangi gapiradigan gaplarimda men shuni o'sha yerda yozdim deydi. Anaqa nima deydi? Islom va dengiz. Islom Qoraqalpoqlar hayotida qanaqa rol o'ynagan? Ular masalan arablar bosqin paytda, arablar kelib o'sha Qoraqalpoqlarni islomga kiritganda ham nisbatan nima deydi? Islomni qabul qilgan, lekin uni
talablariga rioya yashamaganda, lekin deydi katastrofa tufayli ekologik katastrofa, orolni qurishi, dengizni qurishi natijasida ular deydi bu ularga bir qiyomatday tuyuldi deydi. Qiyomat. Xuddi nimada? Xuddi qiyomat keldi-da, ularda qiyomat, chunki havo ekologiya yomonlashyapti, dengiz ketyapti, dunyo o'zgarib ketdi. Nima qilish kerak? Vatan tashlab ketish kerakmi? Nima qilish? Ko'chish kerakmi? Bu narsa ularni Xudoga yaqinlashtirdi deydi. Juda bir chiroyli yozgan. Yosif Brodskiy degan yozuvchi, mana bu ham Temur Po'latovdan keyin qo'yganimiz. 39-yil Temur Po'latov tug'ilgan. Yosif Brodskiy 40-yil. Shunaqa nima bo'yicha qo'yganmiz? Ketma-ket. Har bir yozuvchi yoshi bo'yicha qo'yilgan bu yerda. Brodskiy Shoir va nasr degan essesi yozadi. Shoir va nasr. Unda nima deydi? Masalan, nasr kech paydo bo'lgan nisbatan. She'riyat 1000 yillardan oldin ham bor edi she'riyat. Doston, boshqa she'rlar hamma xalqlarda. Nasr nisbatan kech paydo bo'ldi. Endi shu deydi, masalan, u Brodskiy yozadi. Nasrda yozadigan shoirlar yoki she'r yozadigan yozuvchilar haqida yozadi-da, ular qaysi chiroyliroq yozadi. Kavabata bir gapi bo'ldi. Nasr shuning uchun mavjudki, unda she'riyat elementlari borligi uchun deydi. Agar bo'lmasa bo'lmasdi deydi. Brodskiy shu g'oyani himoya qiladi. Bu yerda Haruki Murakami bor ekan. Haruki Murakamini bir bu keksalik degan bir essesi kirgan. Keksalikni qanaqa foydali taraflari bor? Agar yozuvchi uchun yo boshqa uchun, aniq yozuvchi uchun foydasi deydi, u ko'proq deydi, masalan, ko'proq yashagan yozuvchi ko'proq narsa yoza oladi deydi. Masalan, men deydi, 96 yoshgacha yashashni xohlardim deydi. Mayli deydi, kelajakda deydi, yoshlar aytishi mumkin. Bu Murakami ana yaramas, chol, anaqa hali ham yashab yuribdi deyishi mumkin, lekin shungacha yashash istayman deydi. Ko'p yozuvchilarni deydi, arada keksalik paytda deydi, anaqa rasmga tushirishgan deydi. O'quvchilarning ongida o'sha qiyofada qotib qolgan. Masalan, Lev Tolstoy desa biz qari cholli istaymiz-da masalan. Lekin ular ham yosh bo'lgan-ku deydi. Masalan, yosh bo'lgan-ku. Ular ham masalan bir yoshligi bo'lgan. Ular masalan o'sha suratlarini balki agar his qila olganda masalan juda xafa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bir anaqa qilgan nima deydi? Men ham yosh bo'lganman, men ham kuchga to'lgan yigit bo'lganman, chiroyli yigit bo'lganman deb anaqa o'ylashi mumkin deydi. Lekin hozir masalan shunaqa mana yaqinda deydi, meni ham suratga olishdi deydi, bir anaqa deydi. Shu keksa holimda oldi deydi, endi shunaqa holatimda. Ko'pincha deydi, ko'p yozuvchilar o'sha oxirgi suratlarimni adabiyotga qoladi deydi. Keksalik juda chiroyli narsalarni yozadi. Urxon Pamuk haqida aytmoqchiman. Urxon Pamukda Turk yozuvchisi, Nobel mukofoti sovrindori. 3-dunyo mamlakatlari va Vargas Llosa haqida essesi kiritilgan. Vargas Llosa ham Nobel olgan, perulik yozuvchi, 2010-yil Nobel olgan. Shu yozuvchi bilan u ham yana 3-dunyoga kiradi. Chunki Pamuk aytadiki, 3-dunyoda adabiyot bo'ladimi degan savol qo'yadi va u bo'lmaydi degan javobni beradi. To'g'ri deydi, ba'zan ulardan ham shunaqa yozuvchilar chiqib turadi deydi. Masalan, Borges deydi, 3-dunyo mamlakati bo'lgan Argentinada tug'ilgan edi deydi. Lekin Vargas Llosa deydi, Yevropaga ko'chib keldi deydi. 3-dunyoda baribir yozuvchilar deydi, adabiyot markazlariga intiladi deydi. Masalan, 3-dunyoga o'xshagan mamlakatlarda yashasa, ular eziladi-da, shunaqa eziladi nima deydi? Xuddiki adabiy bir surgunda bo'lgan deydi. Masalan, mana shu Oriylar bir paytlar o'ylaganda, masalan, kelajakda shunaqa bo'ladiki degan, kelajakda shunaqa bo'ladiki, kitoblar taqiqlanadi degan, anaqa bo'ladi degan, kitoblar taqiqlanadi. Mana Aldous Huxley aytadiki, o'sha o'qituvchisi bo'lgan. Oriylar o'qituvchisi, fransuz tili o'qituvchisi bo'lgan Aldous Huxley. Aytadiki, u dedi, yo'q dedi. Kelajakda kitoblar taqiqlanmaydi. Ularda shunchaki dedi, o'qishmaydi dedi. Taqiqlashga hojat bo'lmaydi dedi. Endi misol uchun mana shu nima aytadiki, Urxon Pamuk aytadiki, 3-dunyo mamlakatlarida adabiyotga hech qanaqa adabiyot yo'q. Masalan, yozuvchi yozyapti. Masalan, 3-dunyo hech kim o'qimasa sizni, yozasiz. Odamlarda nima deydi? Tashvishi 3-dunyoda boshqa narsalar. Bu yerda masalan, shunchaki qorin to'ydirish, kunni o'tkazish, bir asosiy maqsad san'at adabiyot emasda ularda. Ular faqat u san'at adabiyot shu rivojlangan mamlakatda bo'ladi degan g'oyani ilgari suradi. Bu yerda mana Mo Yan degan yozuvchi, xitoylik yozuvchi, bu ham Nobel olgan.
Moyan Xitoyda yashagan. Uni tushdan keyingi Pekin kuzi degan bir essesini tarjima qilganman. Bu ham bizda uni Musallas mamlakati degan bir romani chiqqan. Bu esse misol uchun boshqa asarni men bilmayman. Balki shu o'shandan keyin shu yozilgan, tarjima qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Moyan Pekinda nima deydi? Pekinni kuzini tasvirlab beradi-da. Pekinda kuz qanaqa bo'ladi, misol uchun. U yerda misol uchun o'zini shu bilan birga adabiyotga munosabati ko'p, o'zini bir shaxsiy oilaviy hayotlari, atrofidagi do'stlari bilan qanaqa mavzularda gaplashadi, nima qiladi, Pekinni osmoni kuzda qanaqa bo'ladi, shunaqa narsalarni yozadi-da, bir o'zini anaqasi juda chiroyli narsalarni yozadi. Uni ijod laboratoriyalari haqida yozadi o'zini. Michel Uilbek, mana fransuz yozuvchisi, bu ham juda katta yozuvchi. Ko'pincha mana oxirgi yillarda Michel Uilbek Nobel mukofotiga nomzodlar qatorida tilga olinadi. Mana shu Murakami bilan birga. Uilbekni essesi anaqa omon qolish siri. U yozadi. Masalan, shunaqa bir sitatda qo'yadi. Jules Renard degan bir nimani fikrini aytadi. U fikr shundayki, adabiyot deydi. Bugungi kunda deydi, hatto bir tiyin ham ana topmasdan yashaydi deydi-da. Masalan, hech qanday foyda keltirmaydi yozuvchiga. Bir tiyin ham foyda keltirmaydi. Shunaqa imkoniyat beradi deydi. Bir tiyin ham foyda keltirmasdan bir anaqa shu, lekin yozuvchi deydi, nega yozadi? U masalan hatto foyda olmasa ham yozadi. Mana ko'p sohalarda foyda kelmasa qilmaydi u ishni hech kim. Hamma sohada masalan nima deydi? Foyda kelmayaptimi, u yerda misol uchun ketadi-da, lekin adabiyotda unaqa emas deydi. Masalan, yozadigan odam yozaveradi-da, u foyda keltirmaydi. Chunki uni boshqa faoliyat jalb qila olmaydi-da. Adabiyot uchun pul to'lanmasa, gonorarlar berilmasa-da, nima qilish kerak deydi-da. Masalan, Fransiyada ham endi shunaqa narsaga to'qlash kelgan. Hamma yozuvchi muvaffaqiyat qozongan yozuvchilar katta pul topadi, lekin muvaffaqiyat qozonmagan yozuvchilar ham ko'p-ku. Uni hech kim o'qimaydigan yozuvchi, tushunmaydi, tushunarsiz narsalar yozadigan yozuvchilar bu. Ularda kitoblar nashriyotlar chop etmaydi. Lekin ular yozadi, butun umri davomida yozadi. Hech bo'lmasa deydi, kelajakda yashab qolishni istasangiz deydi, o'zingizda asarlaringizni imkon qadar deydi, hech bir tanimaydigan jurnallarda bo'lsa ham chop ettirib qo'ying deydi-da. Gazetalarda, jurnallarda deydi. Kelajakda balki deydi, sizni biron bir tadqiqotchi topa olar deydi. Oltin topganda deydi, topa olar deydi. Omon qolish bu ijodini omon qolishida. Sizga yordam beradigan narsalardan foydalaning deydi, o'lmasligi uchun deydi. Yozuvchilarga omon qolish uchun, yashab qolish uchun, nima qilish uchun o'zini maslahatlarini beradi-da. Yun Fosse, bu ham Nobel oldi. Norvegiya yozuvchisi. Mana hozir kitobda ham men hamsin ham Norvegiyadan boshlab Norvegiyaga tugayapti. Masalan, essesda men sizga ayta olmadim degan bir o'zi yaxshi ko'rgan bir ayolni, u ayol dunyodan o'tdi. Keyin yozyapti-da. Endi masalan, men deydi, anaqa deydi. Sizni deydi, anaqada ko'rgandim deydi. Maktabga ishga kelganingizda shu bitta o'tib ketganman, anaqada kurtkada bir o'tdingiz deydi. O'sha narsa butun meni hayotimda deydi, shunaqangi bir nimaga solliki deydi. Faqat deydi, xayolimga deydi, siz o'sha maktab hovlisida o'tayotganingiz keladi deydi, men xayolimda deydi. Lekin deydi, men sizga o'sha payt keyin ikkita uchta etyudlarda shunaqa bir bufetda o'tirgani, o'sha kim bilandir gaplashayotganini ko'rgan, nima qiladi? Lekin deydi, men sizga ayta olmasdim deydi, men sizni yaxshi ko'rishimni deydi. Chunki aytib yo'qotib qo'yishni qo'rqardim deydi, shunaqa nima qilib. Lekin men sizga ayta oldim. Lekin bu narsani takror shu narsalarni aytib eslaveradi shu narsa. Faqat shu narsa xayolim tinimsiz aylanadi deydi. Chunki deydi, sizni ichingizdagi bir nurlar meni ichim bilan bog'langan edi. Biz bog'langan edik qanaqadir. Lekin deydi, men sizga ayta olmadim deydi. U ayol o'lgan o'zi. Shuni yozyapti oxirgi anaqa borgan. Keyin yaqinda men ham o'taman deydi-da. Bu bilan hammasi tugaydi shu bilan deydi. Bu hech kimga qiziq emas deydi bu narsalar deydi. Lekin meni hayotimni deydi bir katta dunyoda mana shu narsa, bir ayolni sevganim shu gap, asosiy gap shu. Lekin shu gapni shunaqangi chiroyli yozadi. Qaytariqlar bilan takror ekan. Uni butun romanlari ham shunaqa. Boya jahon adabiyotini eslaganim, o'shanda bitta narsa yozganda Nobel ma'ruzasida aytadi. Fosse aytadiki, men deydi, shunaqa roman yozgan paytim, birinchi romanim chiqqan paytda tanqidchilar aytdiki, bu taftologiya. Tanqid qildi, qattiq tanqidga uchradim dedi. Lekin dedi, mana endi bu Nobel olyapti.
lekin o'shanda deydi men tanqidchilarning fikriga qo'shilganimda deydi hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardim deydi, kelmagan bo'lardim deydi. Mana bu kitobni o'qigan odam bu nima deydi? Shu yozuvchilarni taniysiz-da, uni nima deydi? Ichdan, bir yaqindan taniysiz. U misol uchun siz bilan gaplashadi-da, shunaqa gaplashadi. U badiiy asarda, masalan, badiiy asarda o'qiysiz, yozuvchini, masalan, mani Sherzod Komilxo'jayevni o'qisangiz, misol uchun, u hikoyasini o'qiysiz-da, lekin uni bilmaysiz baribir. To'g'ri. Esseda siz yozuvchini bilasizda, yozuvchini keyin eng qizig'i, masalan, agar siz yozuvchini esselarini o'qib, keyin uni asarini o'qisangiz borki, u nima deyotganini, nima uchun shunaqa yozayotganini ham bilasizda. Yozuvchi haqida fikr berish bilan birga ko'plab sizga savollarni vujudga keltiradi. Dunyo haqida, odam haqida, umuman nima deydi? Bugungi san'at, adabiyot haqida sizga fikrlashga moyillik tug'iladi-da. Siz ham nimadir yozgingiz keladi. Sizni ham misol uchun o'zingizda aytadigan ichingizda gaplarni uyg'otib yuboradi-da. Masalan, esseni men shu uchun yaxshi ko'raman o'zim. Mana shu kitob nima deydi? Men o'ylayman, kelajakda ko'p yozuvchilarga masalan ta'sir katta bo'ladigan kitob deb o'ylayman. Mana shu kitobga kirgan yozuvchilarni o'qish bu yozuvchilarni ijodiga qiziqtiradi, adabiyotga qiziqtiradi, san'atga nima deydi? Bizlarni olib kirib ketadi-da shu adabiyotni. Siz yanada ko'proq yaxshi ko'rib qolasiz yozuvchini. Yanada ko'proq uning asarlariga intilish maylini uyg'otadi. Rahmat. Sherzodga juda chiroyli suhbat bo'ldi. Endi keyingilarda Xudo xolasa o'lim labirinti haqida keng to'xtalib o'tamiz. Siz bilan suhbat uchun kattakon rahmat aytamiz. Salomat bo'ling.